Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Endi pensionerlarga naqd pul berilmaydimi? Pensiya faqat kartaga tushadimi? Naqd pul olish taqiqlanadimi? Qariyalar bankka borib sarson bo'ladimi? Degan savollar ko'payib ketdi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, mahalla faollariga, qarindoshlariga ham bevosita tegishli. Chunki oilada bitta pensioner bo'lsa ham, uning pensiyasi qanday olinishi, qayerdan olinishi, kim yordam berishi, qanday hujjat kerak bo'lishi hammani qiziqtiradi. Men bugun bu masalani shov-shuvsiz, lekin juda aniq qilib tushuntiraman. Qaysi holatda pensiya kartaga o'tadi? Qaysi holatda naqd pul olish mumkin? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik joylar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin navbatda turib hujjat izlab asabiylashib yurmaydi. Avvalo, men bitta narsani aniq aytaman. Pensionerlarning puli yo'qolib qolmaydi. Pensiya bekor qilinmaydi. Davlat tomonidan tayinlangan pensiya o'z egasiga baribir yetkaziladi. Gap pensiyaning shakli haqida ketmoqda. Ya'ni pul qanday beriladi? Oldingidek naqd ko'rinishdami yoki bank kartasi orqali elektron shakldami? Oldin ko'p joylarda pensiya naqd pul shaklida berilar edi. Ba'zi pensionerlar pochtadan olardi. Ba'zilariga uyiga olib kelib berishardi. Ayrim hududlarda esa pensionerlar belgilangan joyga borib imzo qo'yib naqd pulini olardi. Bu usul ko'p yillar davomida odatiy bo'lib kelgan. Ayniqsa yosh katta odamlar uchun qo'limga pul tegsa, ko'nglim joyiga tushadi degan tushuncha bor. Bu tabiiy. Chunki ular kartadan foydalanishga har doim ham o'rganmagan. Bankomat qayerda ekanini bilmasligi mumkin. Telefon orqali tekshirishni bilmasligi mumkin. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni pensiyalarni bank kartalariga o'tkazish, pul harakatini aniq ko'rish, ortiqcha vositachilikni kamaytirish, navbat va kechikishlarni qisqartirish maqsad qilingan. Buning sababi oddiy. Karta orqali pul tushsa, pensioner o'z pulini istalgan vaqtda bankomatdan olishi, do'konda to'lov qilishi, kommunal xizmatlarni to'lashi mumkin. Davlat va bank tizimi uchun ham bu qulay. Kimga qancha pul tushdi, qachon tushdi, pul qaytarildimi yoki ushlanib qoldimi, hammasi elektron tarzda ko'rinadi. Lekin mana shu joyda odamlar orasida noto'g'ri tushuncha paydo bo'ldi. Ayrimlar naqd pul butunlay taqiqlanadi deb o'ylayapti. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Ko'p hollarda pensiya kartaga tushirilishi mumkin. Lekin bu har doim ham pensioner naqd pul ololmaydi degani emas. Karta bu pulni olish vositasi. Pensioner kartasiga tushgan pulni bankomatdan naqd qilib yechib olishi mumkin, bank kassasidan olishi mumkin yoki karta orqali to'lov qilishi mumkin. Ya'ni naqd pulga yo'l umuman yopildi. Degan gapni ehtiyotkorlik bilan tushunish kerak. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya va nafaqa to'lovlarini imkon qadar bank kartalari orqali amalga oshirishga e'tibor kuchaymoqda. Bu degani, yangi pensiyaga chiqqan odamdan ko'pincha bank kartasi ochish talab qilinadi yoki unga mos karta rasmiylashtirish tavsiya qilinadi. Avval pensiya hujjatlari tayyor bo'lgach, odam qayerdan olaman degan savolni ko'proq pochta yoki mahalla orqali hal qilgan bo'lsa, endi ko'p hollarda bank bilan bog'liq jarayon ham paydo bo'ladi. Masalan, 62 yoshga kirgan erkak pensiyaga chiqmoqda. U pensiya jamg'armasi bo'limiga hujjat topshiradi. Ish staji, maoshi, pasport ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki elektron ma'lumotlari tekshiriladi. Pensiya tayinlangandan keyin undan bank kartasi rekvizitlari so'ralishi mumkin. Agar kartasi bo'lsa, o'sha kartaga pensiya tushadi. Agar kartasi bo'lmasa, bankdan karta ochadi. Shundan keyin har oy pensiya avtomatik tarzda kartaga keladi. Yana bir misol. Ertami yoshli ayol ilgari pensiyasini pochtadan naqd olgan. Endi unga kartaga o'tkazing deyishlari mumkin. Ayolning farzandlari boshqa shaharda, o'zi esa bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Mana shu holatda vahima qilish kerak emas, lekin e'tiborsiz ham bo'lmaslik kerak. U bank yoki pensiya jamg'armasiga borib, o'ziga qulay usulni aniqlashtirishi kerak. Agar sog'ligi sababli o'zi bora olmasa, sho'shnoma orqali vakil tayinlash masalasini ko'rib chiqish mumkin. Lekin kartani birovga shunchaki berib qo'yish xavfli. Bu haqida keyin alohida gapiraman. Agar pensioner bank kartasidan bemalol foydalansa, bankomatdan pul yechishni bilsa, telefoniga SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, yaqin atrofda bankomat yoki bank filiali bo'lsa, u odam jiddiy xavotir olmasligi kerak. Chunki pensiya kartaga tushsa ham pul o'sha pul.
Faqat uni olish yo'li o'zgaradi. Masalan, pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, karta orqali ham 1 million 200 ming so'm tushadi. U xohlasa 500 ming so'mini bankomatdan oladi, qolganini kartada saqlaydi. Xohlasa dorixonada karta orqali to'laydi. Xohlasa elektr, gaz, suv uchun to'lovni farzandi yordamida mobil ilova orqali amalga oshiradi. Kartadan foydalanishni biladigan pensionerlar uchun bu hatto qulay bo'lishi mumkin. Chunki naqd pulni uyda saqlash xavfi bor. Kimdir bilib qolishi, yo'qolishi, noto'g'ri joyga qo'yib yuborilishi mumkin. Karta esa yo'qolsa, uni bloklash mumkin. Albatta, karta paroli birovga aytilmagan bo'lsa. Men ko'p holatda shuni ko'raman. Pensioner kartani nevarasiga berib qo'yadi. Parolini ham aytadi. Keyin pulim kamayib qolibdi deydi. Karta xavfsiz bo'lishi uchun undan to'g'ri foydalanish kerak. Yana bir guruh bor. Farzandlari yonida yashaydigan, banka borishda yordam beradigan, telefoniga xabar kelishini kuzatib turadigan pensionerlar. Bunday oilalarda ham jarayon og'ir bo'lmaydi. Muhimi, pensiya kimning nomiga tayinlangan bo'lsa, pul ustidan qaror qilish huquqi o'sha odamda qolishi kerak. Farzand yordam berishi mumkin, lekin onam tushunmaydi. Kartasi menda tursin degan yondashuv noto'g'ri oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki keyin oilada nizo chiqsa, pul kim olgani, nima uchun sarflangani, rozilik bo'lgan yoki bo'lmagan masalasi ko'tariladi. Endi kimlar alohida ehtiyot bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Agar odamning yonida muntazam yordam beradigan ishonchli qarindosh bo'lmasa, u karta pin kod, bankomat, telefon xabarlari masalasida juda ehtiyot bo'lish kerak. Yolg'iz pensionerga ko'p odam men yordam beraman deb yaqinlashishi mumkin. Lekin hamma yordam ham halol bo'lavermaydi. Kartani qo'lga kiritish, parolni bilib olish. Bankomatdan pul yechib beraman deb ortiqcha pul olib qo'yish kabi holatlar hayotda uchraydi. Ikkinchi guruh, sog'ligi yomon yura olmaydigan yoki ko'zi yaxshi ko'rmaydigan pensionerlar. Bunday odamlar uchun banka borishning o'zi muammo. Agar pensiya faqat karta orqali tushsa, pulni yechish uchun kimdir yordam berish kerak bo'ladi. Mana shu joyda qonuniy vakillik, ishonchnoma, bankdagi rasmiy tartiblar muhim. Oddiy qilib aytganda, qo'shnim yaxshi odam, kartamni berib qo'ydim degan usul xavfli. Bugun yaxshi bo'lishi mumkin, ertaga muammo chiqsa isbotlash qiyin. Uchinchi guruh, chekka hududlarda yashaydigan pensionerlar. Agar qishloqda bankomat bo'lmasa, bank filiali uzoq bo'lsa, transport qatnovi noqulay bo'lsa, karta orqali pul olish amalda qiyinlashadi. Masalan, pensioner 9 ming so'm pensiya oladi. Lekin pul yechish uchun tuman markaziga borish kerak. Yo'l kira 10 ming so'm, qaytish yana 10 ming so'm, ustiga vaqt va sog'liq ketadi. Bu holatda pensioner mahalla, pensiya jamg'armasi va bank bilan gaplashib, qanday qulay imkoniyat borligini aniqlash kerak. Ba'zi joylarda sayyor xizmat, bank vakili pochta orqali yetkazish kabi tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin buni oldindan so'rab bilish kerak. 4-guruh, hujjatlarda muammo bor pensionerlar. Masalan, pasport muddati o'tgan, ID karta olinmagan, yashash manzili bo'yicha ma'lumot mos emas, bankdagi ism familiya bilan pensiya hujjatlaridagi ma'lumot farq qiladi. Bunday kichik ko'rgan xatolar pensiya tushishida kechikish keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, pasportda O'g'iloy deb yozilgan, bankda esa O'g'iloy deb kiritilgan bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi har bir harf muhim. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner oyiga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Unga pensiya kartaga tushadi. U har oy pul tushgan kuni bankomatga borib hammasini yechib oladi. Keyin uyda naqd saqlaydi. Bu odam uchun karta faqat vosita bo'lib qolgan. Bunday holatda asosiy maslahat, hamma pulni bir kunda yechib, uyda ochiq joyda saqlamaslik kerak. Kerakli qismini yechib, qolganini kartada qoldirish mumkin. Lekin kartaning paroli hech kimga aytilmasligi kerak. Ikkinchi misol, Samarqandda yashaydigan 74 yoshli ona bankomatdan qo'rqadi. Har safar o'g'liga kartani beradi, o'g'li pulni yechib keladi. Bir kuni ona dorixonaga borish kerak bo'ladi, kartasi esa o'g'lida. Ona o'z puliga o'zi kira olmay qoladi. Bu yerda muammo bankda emas, oilaviy tartibda. Men bunday holatda pensionerning o'zida karta bo'lishini, farzand esa faqat zarur paytda yordam berishini maslahat beraman. Agar ona bankomatdan foydalanishni bilmasa, bir necha marta birga borib o'rgatish kerak. Tugmalarni bosish tartibini qog'ozga yozib berish mumkin, lekin pin kodni qog'ozga katta qilib yozib, kartani yonida saqlash mumkin emas.
Uchinchi misol. Qashqadaryodagi chekka qishloqda yashaydigan pensionerning pensiyasi kartaga tushadi. Lekin qishloqda bankomat yo'q. U har oy tuman markaziga boradi. Bankomatda pul bo'lmasa, yana kutadi. Bu holatda pensioner yolg'iz o'zi qiynalmasligi kerak. U mahalla raisiga, hokim yordamchisiga, bank filialiga murojaat qilib, hududdagi pensionerlar uchun pul yetish imkoniyati qanday tashkil etilishini so'rashi kerak. Agar bir qishloqda o'nlab pensioner bir xil muammoga duch kelsa, bu individual muammo emas, tashkiliy masala bo'ladi. 4-misol. Tekin yoshli boboning kartasini nevarasi ishlatadi. Nevara dori olib berdim. Oziq ovqat oldim deydi. Lekin aniq hisob bermaydi. Bobo esa har oy pensiya tez tugab qolayotganini sezadi. Bu juda nozik vaziyat. Men bunday holatda oilada ochiq hisob kitob bo'lishini tavsiya qilaman. Masalan, pensiya 1 million 300 ming so'm bo'lsa, 400 ming so'm dori darmon, 500 ming so'm oziq ovqat, 200 ming so'm kommunal to'lov, 200 ming so'm boboning shaxsiy ehtiyojlari uchun ajratiladi. Buni og'zaki emas, daftar qilib yozib borish kerak. Chunki pul qayerga ketayotganini ko'rish pensionerning huquqidir. Endi eng muhim joyga keldik. Hamma pensionerlar bir xil sharoitda emas. Shuning uchun qoidalar amalda qo'llanganda istisnolar, qo'shimcha imkoniyatlar, alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men buni shunday tushuntiraman. Davlat tizimi pensiyani kartaga o'tkazishni qulay va shaffof usul deb ko'radi. Lekin pensionerning sog'ligi yashash joyi, harakatlanish imkoniyati, hujjat holati ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Agar pensioner o'z bankka bora olmasa, vakil orqali ish yuritish masalasi paydo bo'ladi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l rasmiy ishonchnoma. Ishonchnoma notarius orqali rasmiylashtiriladi. Unda kimga qanday huquq berilayotgani aniq yoziladi. Masalan, pensiya mablag'larini olish, bank hisob varag'ini yuritish, karta olish, ariza berish kabi vakolatlar ko'rsatiladi. Ishonchnoma muddati ham muhim. Bir oyga beriladimi, bir yilgami, uzoqroq muddatgami? Buni pensioner o'zi tushunib imzolashi kerak. Lekin ishonchnoma ham hamma narsani avtomatik hal qilmaydi. Bank o'z ichki tartibiga ko'ra qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Pensiya jamg'armasi ham ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Shuning uchun men ishonchnoma oldim. Endi hammasi tayyor deb o'ylamaslik kerak. Oldindan bankka telefon qilib yoki filialga borib, aynan qaysi hujjatlar kerakligini so'rash kerak. Yana bir nozik masala karta bloklanib qolishi. Pensioner PIN kodini 3 marta noto'g'ri kiritsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Bankomat kartani yutib yuborishi ham mumkin. Telefon raqam o'zgargan bo'lsa, SMS xabar kelmay qoladi. Karta muddati tugasa, yangi karta olish kerak bo'ladi. Bularning hammasi oddiy texnik holatlar, lekin pensioner uchun katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning yaqinlari kartaning amal qilish muddatini tekshirib turishi kerak. Karta ustida oy va yil yoziladi. Masalan, 1926 bo'lsa, 2026 yil iyun oyigacha amal qiladi. Muddati yaqinlashsa, bankka oldindan murojaat qilish kerak. Yana bir muhim masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kartaga tushsa, bank pulimni olib qo'yadimi deb qo'rqadi. Agar odamning kredit qarzi, aliment, sud qarori bo'yicha undiruv, kommunal qarz bilan bog'liq ijro hujjati bo'lsa, ma'lum tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin, lekin bu ham qonuniy asosda bo'lishi kerak. Pensioner kartasidan pul kamayganini ko'rsa, darhol bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma olish kerak. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qayerga o'tkazilgani ko'rinadi. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, bankka yozma ariza berish kerak. Bu mavzu atrofida firibgarlar ham ko'payishi mumkin. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz kartaga o'tadi, kodni ayting. Kartangiz bloklanadi, SMS kodni yuboring, yangi qo'yda chiqdi. Pulingizni saqlab qolish uchun parol kerak desa, bu juda xavfli. Bank xodimi hech qachon telefon orqali kartaning PIN kodini, SMS kodini, ilova parolni so'ramasligi kerak. Men buni alohida takrorlayman. SMS kodni aytgan odam o'z puliga begona odamni yaqinlashtirgan bo'ladi. Masalan, pensionerning kartasiga 1 million 100 ming so'm pensiya tushdi. Shu kuni unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Opaxon, pensiyangizni yangi tizimga ulaymiz. Telefonga kelgan kodni ayting deyishdi. U kodni aytdi. Bir necha daqiqadan keyin pul yechib olindi. Keyin bankka bo'lsa, operatsiya telefon orqali tasdiqlangan bo'lib chiqadi. Bunday vaziyatda pulni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng kuchli himoya bu ehtiyotkorlik. Pensionerlar uchun oddiy qoida. Kartaning PIN kodi faqat o'zingizga ma'lum bo'lsin.
SMS kod hech kimga aytilmasin. Bank xodimi bo'lib tanishtirgan odam bilan ham shaxsiy kodlar bo'yicha gaplashmang. Agar shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Farzandlar esa ota-onasiga buni bir marta emas, bir necha marta tushuntirish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya qanday shaxslar olinayotganini aniqlang. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalladagi mas'ullarga murojaat qilib, sizning pensiyangiz qaysi tartibda to'lanayotganini so'rang. Agar kartaga tushayotgan bo'lsa, qaysi bank kartasi ulanganini biling. Agar naqd shaklda olayotgan bo'lsangiz, kelgusida o'zgarish bo'ladimi yoki yo'qmi, shuni aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar ism familiyada xato bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Bankdagi ma'lumotni ham, pensiya tizimidagi ma'lumotni ham tekshirtiring. Bir harf xatosi ham pul tushishini sekinlashtirishi mumkin. Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta ishlayaptimi, muddati o'tmaganmi, PIN kodesingizdami, SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki yoki boshqa birovnikimi? Shularni aniqlang. Men pensionerlarga telefon raqami o'z nomida bo'lishini tavsiya qilaman. Chunki SMS boshqa odamga ketsa, pul harakati ustidan nazorat ham boshqa odamga o'tib ketadi. 4-qadam, yaqinlaringiz bilan tartibni kelishib oling. Agar farzandingiz pul yechishda yordam bersa, bu yordam aniq va ochiq bo'lsin. Qancha pul yechildi? Nimaga sarflandi? Qanchasi qoldi? Bularni yozib boring. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Tartib bor joyda keyin xafa bo'lish, gumon, nizo kamayadi. 5-qadam, agar o'zingiz bankka bora olmasangiz, rasmiy yo'lni tanlang. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish kerakmi? Bank xodimini uyga chaqirish imkoniyati bormi? Mahalla orqali yordam olish mumkinmi? Bularni so'rang. Hech qachon kartani va parolni tasodifiy odamga bermang. Hatto tanish odam bo'lsa ham, pul masalasida rasmiy tartib yaxshiroq. 6-qadam, pul tushganini tekshirib boring. Har oy pensiya tushadigan taxminiy sanani biling. Agar odatda 10 sanada tushsa, 10-12 sanalarda tekshiring. Kechiksa darhol vahima qilmang, lekin 35 kun o'tsa, bank yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bankdan pul tushmagan deyishsa, pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini so'rang. Pensiya jamg'armasi yuborilgan desa, bankdan yozma ma'lumot talab qiling. Agar pensiya bo'yicha savol bo'lsa, birinchi navbatda pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilinadi. U yerda pensiya tayinlanishi, miqdori, to'lov holati, hujjatlar bo'yicha ma'lumot berilishi kerak. Agar masala bank kartasi, pul yechish, karta bloklanishi, SMS, hisob varaq bo'yicha bo'lsa, bankka murojaat qilinadi. Agar pensionerning huquqi buzilayotgan bo'lsa, masalan, pulini boshqa birov olib qo'yayotgan bo'lsa, majburlab kartasini olib qo'yishayotgan bo'lsa, bu allaqachon oilaviy yoki huquqiy muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatda mahalla ichki ishlar organlari yoki huquqiy maslahat xizmatlariga murojaat qilish kerak. Ariza yozishda ham aniq yozish kerak. Masalan, mening pensiyam falon oyda kartamga tushmadi, sababini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yoziladi. Yoki bank kartamdan noma'lum yechim amalga oshirilgan. Hisob varaq bo'yicha ko'chirma va tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman deb yoziladi. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil, sana va imzo bo'lishi kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi. Men pensionerlarning farzandlariga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz kartadan foydalanishni bilmasligi mumkin, bu ularning aybi emas. Ular boshqa davrda yashagan, boshqa tartibga o'rgangan. Sizning vazifangiz ularni qo'rqitish emas, ularga xotirjam tushuntirish. Bankomatga birga boring, pul yechish tartibini ko'rsating, lekin parolni o'zingiz boshqarib olmang. Telefoniga SMS kelishini sozlab bering, lekin kodlarni o'zingizniki qilib qo'ymang. Pensiya ota-onangizning mulki. Yordam berish boshqa, nazoratni tortib olish boshqa. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularning kartasi, hujjatlari, pensiya sanasi, dori-darmon xarajatlari bo'yicha alohida papka yoki daftar tuting. Masalan, pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank nomi, karta muddati, bankning rasmiy telefon raqami, pensiya jamg'armasi bo'limi manzili yozib qo'yilsin. Favqulodda holatda kimga
murojaat qilish kerakligi aniq bo'lsa, muammo tezroq hal bo'ladi. Demak, asosiy xulosa shunday: pensiya to'xtamaydi. Pensionerning puli yo'qolmaydi. Lekin to'lov shakli o'zgarishi mumkin. Ko'p hollarda pensiya bank kartasiga tushadi. Pensioner esa bu pulni kartada saqlashi, karta orqali ishlatishi yoki bankomat va bank kassasi orqali naqd qilib olishi mumkin. Eng muhimi, hujjatlar to'g'ri bo'lsin, karta ishlasin, PIN kod va SMS kod begonalarga aytilmasin. Agar yordam kerak bo'lsa, rasmiy va ishonchli yo'l tanlansin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlarning kartasi. Hujjatlar va pensiya olish tartibini tekshirib chiqing. Keyin ko'ramiz deb yurilsa, aynan pul kerak bo'lgan kuni muammo chiqadi. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya naqd berilyaptimi yoki kartaga tushyaptimi? Bankomat bilan muammo bormi? Pensionerlar qiynalyaptimi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.